Yozning issiq kunlarida Baxmalga kelib, tekinga dachada dam olib ketishni xohlarmidingiz? Unda bu video aynan siz uchun. Buni shartlari qanday ekan deb turibsizmi? Buni shartlari oddiy, qadrdonlar uchun Baxmalbek Turizm Telegram kanalimizga 1000 ta obunachi qo'shib berishingiz kerak. To'g'ri, bu 1000 ta obunachini bitta inson qo'sha olmasligi mumkin. Siz oilangiz bilan qo'shsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa 3 ta 4 ta o'rtog'ingiz bilan qo'shsangiz ham bo'ladi. Agar siz xuddi shunday qiladigan bo'lsangiz, Baxmalbek Turizmda kelib bir kunga tekinga dam olib ketishingiz mumkin. Hozir buni qanday qilinishini men sizga qisqacha ko'rsatib ketaman. Baxmalbek Turizm Instagram profiliga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart va shu Instagram profilida ana shunday silka qoldirilgan Telegram silkasi bu. Shu silkani bosasiz va Telegram kanaliga kirasiz. Va shu joydagi a'zo qo'shishni ustiga bosib, o'zingizni kontaktlaringizni belgilab chiqasiz va shu tariqasiga qo'shib ketaverasiz. Buni o'zingiz hisoblab turib, adminga yozib qo'yaverasiz. Shunda общий hisob 1000 taga bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol kelib bir kunga hordiq chiqarib ketsangiz bo'ladi. Qadrdonlar, bunday imkoniyat doim ham bo'lavermaydi. Bu imkoniyatdan unumli foydalanib qoling. Ko'rganlaringizdek, vaqtimiz chegaralangan. Tezda ulgurib qolamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar.